Oxir seni mahallangni boshiga tashlab keladi. Said aka, bu to'y otamning istagi bilan bo'lyapti. Nega tushunmaysiz? Meni tashlab ketmang. Men siz bilan qolish uchun uydan qochib ketdim. Biz sen bilan hammasini gaplashib bo'lganmiz. Endi ahmoqlik qilma. Javohir, Said aka, Javohir! men siz uchun keldim bu yerga. Nimaga tushunmayapsiz? Bu qanaqasi? Nima qanaqasi? Go'zal, Nega sen menga bir og'iz aytmasdan olib kelding bu yoqqa? yaxshimisan? Kel o'tir. Axir ertaga to'yi bo'lyapti-ku buni. Bo'ldi, o'zingni bos. Sen ahmoq bo'lganmisan? Qiz bola bosh bilan kelib o'tiribdi yoningga. Bas qil Javohir. Nima qilayotganingni bilyapsanmi? Men bilyapman nima qilayotganimni, lekin sen bilmayapsan nima qilayotganingni. Ertaga buni to'yi, ertaga to'yi. Ota-onasiga nima deydi bu? Ozgina kallangni ishlasang bo'lmaydimi? Nimaga menga aytmading boshidan?